Hamma tekshiruvlar toza, lekin kasalsiz. Buni qanday tushunish mumkin? Men vrach-neurolog Husniddin Sattorov Amir Quluch, 7 yillik tajribaga ega. Bugun qiziqarli mavzu vegetativ qon tomir dissonansi haqida gaplashamiz. Bizaga 20 yoshdan 40 yosh oralig'idagi asosan ayol kishilarda uchraydigan kasallik bilan murojaat qilishadi. Bu oxirgi paytda erkaklarda ham ko'paydi bu holat. Doktor, hamma tekshiruvlarim toza. MRT, EEG qildim, qon analizlar topshirdim va boshqa holatlar bo'ldi. Hammasi toza, lekin menda qo'rquv, yurak tez urishi, bosh og'riqlari, asabiylik, qon bosimi ko'tarilishi, yurak tez urishlari, nafas yetishmovchiligi, tomoqqa narsa tiqilganday bo'lish holatlari ko'p uchrab turibdi. Bu nimadan deb savol berishadi. Albatta bu nevrologik kasallik, vegetativ qon tomir dissonansi. O'zi nerv sistemasini ikkita asosiy funksional nazorat qiluvchi yo'nalish bor. Simpatik va parasimpatik nerv sistemasi. O'zi insonni, nafaqat insonni, balki shunaqa yaratilganmiz, o'zi atrof muhitam yaxshi, yomon, oq, qora, katta, kichik har doim bir-biriga qarama-qarshi zid keluvchi balansda ushlab turuvchi qilib yaratilganmiz. Endi organizm ham xuddi shunaqa. Qon bosimi ko'tarilsa, organizm o'zi harakat qilib ko'radi tushirishga. Endi yurak tez ursa, pasayishga, qorachiq kengaysa, toraytirishga. Bu holatda endi tekshiruvlar qilindi, hammasi toza. Nimaga bo'lmasa o'zimni kasal his qilaman degan savol tug'iladi. Albatta bu o'rinli savol. Bunda nerv sistemasini, o'sha simpatik, parasimpatik nerv sistemasini funksiyasi disbalans bo'lib qoladi. Ya'ni izdan chiqib ketib qolgan bo'ladi. Bu nimani hisobiga desa, bosh miyaga boruvchi kislorod hajmini buzilganligi, kamayganligi va buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Bu asosan nimadan kelib chiqadi? Doimiy stress, asabiylik, uyqu rejimini bo'lmasligi, jismoniy faollik yo'qligi, ortiqcha vaznlik va boshqa qo'shimcha kasalliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan bu kasallik o'sha o'smirlik paytdan mana shu 40 yoshgacha bo'lgan oraliklarda eng ko'p uchraydi. Bu holatga gormonal fon ham ta'sir qiladi albatta. Endi bunga yechim qanaqa bo'ladi? Yechim albatta bunda bosh miyani oziqlantirish uchun preparatlar tavsiya qilinadi. Va endi nafaqat o'sha analizlardan kelib chiqib, bemorni dastlab ko'rish kerak bo'ladi. Bu holatda vrach-nevrolog to'g'ri tashxis qo'yish uchun bemorni ko'rib, neyrostatuslarini baholab, o'shanda to'g'ri yondashuv bersa bo'ladi. Xo'p, shu yondashuv qilinadi. Agarda zarur bo'ladigan bo'lsa, vrach-nevrolog bu holatda baholab, to'g'ri diagnoz qo'yib, bosh miyani oziqlantiruvchi, asabiylik bo'lsa, asablarni tinchlantiruvchi, uyqu buzilish holatlari bo'lsa, uyqularni normallashtiruvchi va umumiy holatda tanani kislorodga talabini qondiruvchi preparatlar berilib, agar zarur bo'ladigan bo'lsa, boshqa qo'shimcha kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashib, bunga yechim beriladi. Agarda shu holatda ham davo muolajasi qilindi, yechim berilmadi, unda psixiatr bilan maslahatlashiladi. Sababi ayrim kasalliklarda instrumental va laborator tekshiruvlarda hammasi joyida bo'lib turadi. Inson o'zini kasal his qiladigan bo'lsa, albatta unda ruhiy muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holatni qancha erta aniqlab, qancha erta diagnoz qo'yilsa, shuncha yechim berish oson va tizimli bo'ladi. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Sizni qaysi yaqiningizda shunaqa holatlar kuzatildi? O'shalarga jo'natib qo'ying.